Bu akamiz videolarini ko'rib bitta tafakkur qilamiz. Men sizlar bilan bir videoni bo'lishmoqchiman. Bu video menda juda ham chuqur hissiyotlar uyg'otdi va hayotda haqiqatdan ham muhim bo'lgan narsalar haqida yana bir bor o'ylashga majbur qildi. Ravil, agar ko'zing ko'rganda birinchi bo'lib nimani ko'rishni istagan bo'larding yoki kimni ko'rishni istagan bo'larding? Oyi. Quyoshni. Osmon. Ko'zim ko'rganda birinchi shu bir hech bo'lmasa bir daraxtlarni, barglarni bir ko'rgan bo'lar, istagan bo'lar, chunki bu tabiat juda chiroyli. Xudo shunday chiroy bilan yaratgan, buni endi asli qo'yaverasiz. Birinchi bo'libmi? O'zimni. E'tibor bering. Ularning hech qaysisi Parijdagi Eyfel minorasini ko'rgim keladi yoki chiroyli uy ko'rgim keladi demadi. Bu insonlarda men bilan sizda bor ne'mat yo'q, lekin ularda men bilan sizda yo'q xislat bor. Bu hayotni kerak emas po'stlog'idan ajratish. Biz shunchaki yashab ketish uchun yaratilmaganmiz. Biz bu dunyoni boricha, uni yaxshi va yomon taraflarini kashf etish uchun va uni har bir kunida buyuk ma'no izlagani kelganmiz. Bu tana shunchaki o'tirish uchun yaratilmagan. Teringiz quyoshning issig'ini sezishni xohlaydi. Ko'zlaringiz daraxtlarni ko'rishni xohlaydi. Qulog'ingiz esa BMW motorining ovozidan emas, yomg'irning ovozidan lazzat topadi. Biz dunyoni bizga marketologlar taqdim etganida emas, bu dunyoning arxitektori Robbimiz taqdim etganda yashashimiz kerak.